omon bo'ling qadrdon dadamning muxlislari hayot ekan beshafqat dilda armon qatma-qat barchangizga ming rahmat dadamning muxlislari dadamning muxlislari dadamning muxlislari dadamning muxlislari barchangizga ming rahmat dadamning muxlislari dadamning muxlislari uyingizda to'y bo'lsin dadamning muxlislari dadamning muxlislari dadamning muxlislari barchangizga ming rahmat dadamning muxlislari quchog'idan keng biri yoqa biri yeng yaqinimsiz meni eng dadamning muxlislari yod etibsiz magar siz qarindoshsiz jigarsiz jonimga jon qadarsiz dadamning muxlislari dadamning muxlislari dadamning muxlislari dadamning muxlislari barchangizga ming rahmat dadamning muxlislari dadamning muxlislari dadamni dadamning muxlislari dadamning muxlislari dadamning muxlislari barchangizga ming rahmat dadamning muxlislari dadamning muxlislari dadamning muxlislari barchangizga ming rahmat dadamning muxlislari. Men faxr bilan ayta olamanki, Oxunjon Madaliyev bizni o'zbek san'atimizda o'ziga xos bir o'ringa ega, o'ziga xos bir yo'l qoldirdi, iz qoldirdi. Va uni yana bir quvonchli tomoni, bu san'atda Oxunjon Madaliyevni yoqib ketgan chirog'i o'chmadi va hech qachon o'chmasa ham kerak. Chunki ularning o'g'illari Qilichbek Madaliyev bu chiroqni hozirgi kunda yana ham bir boshqacha qirralari bilan xalqimizga san'atni yana bir qirralarini ochib kelyapti.
agar xalqimiz eslashsa, unutmoq oson emas xotira konsert dasturida ilk marotaba biz Qilichbek Madaliyevni sahnaga taklif qilgan paytimizda zalda shunaqangi bir shovqin, shunaqangi bir xursandchilik qarsaklari yog'ilgan ediki, men sahna ortida e'lon qilib bo'lgandan keyin, sahna ortiga o'tgandan keyin ham mana shuni hali ham o'sha zalni shovqini, hali ham o'sha zaldagi bir quvonchni haligacha mana shu qalbimdan ketmagan. To'g'risini aytsam, o'sha paytda sahna orqasida turib yig'lab bordik. Bir men emas, ko'pchilik. Qilichbekni sahnaga taklif qildik. Shunda Qilichbek dadamning muxlislari degan bir chiroyli qo'shig'ini, adashmasam Mirzo Karim so'zi bilan boshlanadigan qo'shiqni xalq e'tiboriga havola qildi. Shunda montaj jarayonida ham biz bu narsani kuzatdik. Shunaqangi xalq ko'zda yosh bilan, qalbida quvonch bilan bir boshqacha bir aytish joiz bo'lsa boshqacha bir kayfiyatda kutib oldi. Shunda Qilichbek dasta gullar bilan sahna ortidan chiqib kelyapti, ko'zida yosh. Muhammad opajon deb menga murojaat qilyapti-da, men sezyapman Qilichbek. Lekin sen quvonmagin. Ham havolanib ketmagin. Bu yog'layotgan qarsaklar, bu olqishlar, hozir bu saniki emas bu olqishlar. Bu Oxunjon Madaliyevni, ya'ni rahmatli dadangni muxlislari tomonidan chalinayotgan qarsak. Sen endi sahna maydoniga kirib keldik. Demak, Qilichbek Madaliyev uchun sen alohida yana olqishlar yig'ishing kerak, alohida muxlislarni yig'ishing kerak. Demak, senga shu bugundan boshlab sahnada ana endi maydon yaratildi. Bu sahna uchun senda asosiy ildiz bor. Bu eng asosiysi. Demak, men shu narsa bilan Qilichbekni tabriklayman va o'ylaymanki, Oxunjon Madaliyevni mana shu chiroqlari, san'atda yoqib ketgan chiroqlari abadiy, manguga daxldor. Buni esa haqli ravishda o'g'li Qilichbek Madaliyev davom ettiradi. Qilichbek, senga san'at yo'lida omad. Ko'rmasam bo'lmas. Seni sog'indim yomon. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Ko'rmasam bo'lmas. Uzun tunlar bunchalar mavzum kunlar bunchalar uzun tunlar bunchalar mavzum kunlar bunchalar uzun. Men ertaga yashashim uchun seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Men ertaga yashashim uchun seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Seni bugun ko'rmasam